Bu nima degani? Kengroq qilib aytsam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Erkaklar bizga aytadilar, agar erkak bo'lsak, quloq soling. Bu erkaklarga tegishli gap bu gap. Erkakman degan quloq solsin shunga. Rasululloh alayhisalom aytadilar, agar uylaringdagi ayollaring, bu degani sizlarga tegishli bo'lgan ayollar begona erkaklardan qanchalari pok bo'lishini xohlasalaring, sizlar erkaklar o'zlaring begona ayollardan shunchalar o'zlaringni pok saqlanglar. Qaradingizmi? Qaraladi biznikiga. Gapirdingmi? Gapiriladi. SMS yozdingizmi? SMS yoziladi. Undan ag'na aytolmayman. Undan yo'qni aytolmayman.